Yo, hammaga salom do'stlar. Men sizlar bilan bugun Azizbek Gamer. Bugun biz DriveX o'yinida mashina joylardan hamma mashinalarni shunaqa grid map joylarda hamma mashinalarni albatta test qilamiz. Bunaqa videolarni sizlar umr yillar davomida ko'rmagansizlar, shuning uchun like bosib qo'yinglar. Agar like bosmasanglar oldindan pushaymon bo'lib qolasizlar. Videoni ko'p cho'zib o'tirmasdan men boshlayman. Hammasiga birin-birinlab skin qilib chiqdim. 2,5 soat ketdi, lekin hammasiga men bu KAMAZga ham ishladim, men BMWga ham ishladim. Hammasini bugun testdan o'tiramiz. Birinchi bo'lib men boshlab beradigan mashina bu albatta Audi bo'ladi. Bunga ham skin yasaganman. Xo'sh, buni mana bitta test qilamiz. Xo'sh, qayerda test qilamiz? Mana. Mana joylar ekan. Shu yerda test qilamiz. Shu yerda. To'xtanglar bolalar. Mana necha foiz? 49. Ay, 49%. Keyingi mashinam Dodge Charger bo'ladi. Bunga ham zo'rg'a men skin yasadim bo'ldi. Bir 2 minutcham vaqt ketdi. Lekin bu ham tez yuradi. Dodge nechiga chiqayotgan ko'ramiz. Voy bu ketyapti. 45. Давайте gelikni test qiling. Gelikga ham zo'r qilib yasaganman. Давайте mashina o'tiramiz gelikni. Voy kurab ketmoqchi. Voy. O'zimdan buncha ketdi. Davach alga qarab bosaverib. Voy. Oy, survival. Nissan GT-R R35'in ismi bu. Maşta oturamiz. Voy! 51%. Hozirda o'zida mashina nima bo'ldi? Aldı ko'tarilib uchidan ketsa zo'r bo'lar edi. 110 o'tdi shu yerda. Dodge aldiga qarab aytdik, nechiga chiqar ekan. Ona как раз shu yo'l topildi. Ketdikmi? Voy! Ana motor ketdi. Motori ketdi buni. Gazni bosyapman. Menimcha motor o'chdimi deymanda, motori o'ldi. Mana bu ham o'tirdik. Bunga agar 50 sekund vaqt ketgan. 50 sekunddan vaqt ketdi. Suspension deydimi? Suspension. Do'chi mana bitta X-ray'ni yoqamiz. Ili testni o'tkazamiz. X-ray'ni yoqib. Mashinalarni test qilishni hemen. Bola buni happy moddan tortganman, modli qilib. Voy. Menimcha solgina gaz bosib yuborsang kurab ketyapti, sakrab. Voy. Yaxshi o'tyapti. Malades 100% qilib o'tdi. Ekstrem qo'yamiz. Amto o'tkazib. Bu menimcha voy. Ketdi. 40%, 36%. Bir nima deyish qiyin.
Bugatti'da o'tkazamiz Dodge. Amitga qarab yurib, matchpakka oldimizdan. O'sha işte ikinci kestik. Allaqacha 200. Ya. Uy! Uy! Boşuna işte sakınmadı. Kızıl göz garp oldu. Mamın yanı test klik. Supra. Dağıçım abi sulu da oturacağız. Sulu joydan. Bir rüzgar mı diyeyim ha bolla? Yok bu ne kadar sizmiş? Kiçkine getireceğim. Mali. Vay. Allah kaçan motoru gitti oldu bunu. Davay. Yandı. Ötürdü yapmaz değil mi? İyilik moşna. Juda zor moşna. Juda zor. Hammasini emas, yarmini test qilaman-da, yarmi o'zimga yoqqan mashinani. Dachi mastga qarab yurib, nechiga chiqardim. Tezligini qarab o'tiraylar, men chiqarayman. Tezligini. Tabii çizgilerini ötedi. 250'ye çıktı. 250. Haqiqiy hayotda 400 da o'tib ketadi. Dodge men bilan ham o'tirib test. Ulan neredeyse şunun polini gaz bas açar mı? Şaka etmeyin de maşına. 80 94 de değerli 3. skor. Alete karabağ görüp askıp giderdi bana. 13 faiz survival chance. Neçige çıkarken ha? Zaman çıkarışken ha? Test kılmaktım ama. Test. Maşinalar. Özümde yaptırgen maşinalar. Sonra tagiga kirib ketyapti. Dodge shotda. Tezlik. Ford Mustang. Ya bundan qilmayman. Men bundan qilsammikin bolalar? Men yaxshi ko'rgan mashina. Yaxshi ko'rgan emas, endi sevimli. Tez yuradi. Mama qaraylar, qo'y. Yomon bu. Lokasi 360. Akla. 39 faiz survival chance. O Lamborghini Aventador mı? Lamborghini. Eşkul Lamborghini de qanaqa bo'lsa ham. Bu ham tez yuradiganga o'xshayapti. Buni test qilaman. Buni ham test qilaman.
Albatta qurib chiqarmayman tezligini. Oh. Allaqachon ketib bo'ldi deydi-ku. Yaxshi. Yaxshi ketyapti mashina. Menga nima gaz bosaveraman. Mashina o'lyapti. Mashina o'lyapti. Motori ketdi mashinaning. Motori ketdi. Ha, ishlayapti. Barcha ko'ramiz. Ana endi rostdan ham motori ketdi. Bu mashinani. Lamborghini motori ketdi. Yana qaysidan qilamiz? Xo'sh. Mana bundan qilaylik-da. Mana shudan bitta qiling. Davach buni tezligi necha bo'lar ekan? Davach chiqadik. Menimcha bu 200 atrofida bo'lsa kerak. O'zi aytyapti. Bot ekan. 200 o'tmaydi bot ekan. O'zini yarasha tez yuradi. 200 o'tmaydi. Yaramasmi shunaqa? Motori ketib borgu, motori ketib bordi. Motor yo'q. Endi BMWdan qilamiz. BMWdan qilamiz. Ana binoni ustidan chiqaraman. BMW M5 E60 V10 motori bilan qoplangan. Menimcha mashina o'lib ketadi 100%. Nima dedim? Mashina o'lib ketadi dedim-mi bola, motor ketmadi, lekin motor ketmadi. Ismi nima buni? Ismi namicha g'alati. Harris Dulahan 65. O'zida aytibdi. O'zi ko'rsatyapti kuchini. Voy, tezligini qaranglar. BMWdan ham zo'rmi? O'yinda. Mana qaranglar. Ketdi mashina. Gaplarimni qaytarib oldim. Gaplarimni 100% qaytarib oldim. 250 da o'tmayapti. O'ziga yarasha tez yurashgan. Mana deslekin. Gaplarimni qaytarib olganman, BMWda o'ta olmaydi. Legenda. Ana rostdan ham endi motori ketdi, buni kuldi. Motori ketdi, buni o'ldi. Motor yo'q. Bola shu joyda videoni to'xtatishga majburman. Endi sen paka do'stlar, xayr bo'ldi. Nima tushib qolgan? Xayr bo'ldi.